Har bir jamiyatning taraqqiyoti avvalo unda inson manfaatlari qay darajada himoya qilinayotgani bilan belgilanadi. Ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarni qo'llab-quvvatlash, ularning turmush farovonligini yaxshilash, jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilib, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lami va sifati sezilarli darajada kengaydi. Bugun ijtimoiy yordam faqat moddiy ko'mak bilan cheklanmay, insonlarning salomatligini tiklash, bandligini ta'minlash, kasb-hunarga yo'naltirish hamda jamiyatda faol ishtirokini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yaxlit tizimga aylandi. Ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida Jizzax viloyatida ham ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan aholining ehtiyojmand qatlamlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli va samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026-yil 1-iyul holatiga ko'ra, viloyatda ijtimoiy reyestrga jami 20.288 ta oila kiritilgan bo'lib, bu jami oilalarning 5.4% tashkil etadi. Joriy yilning iyun oyida ushbu oilalarga 10 milliard 500 million so'mlik ijtimoiy to'lovlar amalga oshirildi. Shundan 18.438 ta oilaga bolalar nafaqasi, 1.850 ta oilaga esa moddiy yordam ajratildi. Nogironligi bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash borasida ham sezilarli natijalarga erishildi. Joriy yilning yanvar-iyul oylarida 7709 nafar ehtiyojmand fuqaroga yangi standartlar asosida nogironlik guruhi belgilandi. Bundan tashqari 2330 nafar fuqaro zamonaviy protez, ortopediya moslamalari va reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta'minlandi. Eng muhimi, ushbu jarayonlar to'liq elektron tizim orqali tashkil etilib, buyurtmalar fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib berilyapti. Sharof Rashidov tumanidagi g'amxo'rlik markazidagi ayollarga ham sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib kelinyapti. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, markazda kitobxonlik klublari ham faoliyat yuritmoqda. Kitob mutolaasi, ma'naviy suhbatlar va ijodiy uchrashuvlar ayollarning dunyoqarashini kengaytirish, ruhiy holatini yaxshilash hamda hayotga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu yerdagi o'zgarishlar, yangiliklar eng muhimi, mana shu yerdagi ayollarning kayfiyatlarining yuqoriligini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Albatta, mana bu bugungi kunda islohotlar, ijtimoiy sohaga juda katta e'tibor qaratilyapti. Mana yaqinda prezidentimiz farmonlari ham imzolandi. 27-aprel kuni g'amxo'rlik markazi deb nomimiz ham o'zgartirildi. Oldin Muruvvat uyimiz edi ayollar uchun, hozir g'amxo'rlik markazi. Bugungi kunda 16 nafarini biz uyga qaytardik. Bu nima degani? Ota-onalar bilan birgalikda ishladik. Ularning o'zlariga mana har bir vasilaga olingan qizlarimiz bilan alohida ishladik. Mana psixolog shtat ham ajratildi. Mehnat yo'riqchilar shtati ko'paytirildi. LFK instruktorlarimiz ko'paydi, shtatlar berildi. Mana shu farmon bo'yicha bu yerda har bitta qiz bilan ishlasak, albatta bizning maqsadimiz ijtimoiy hayotga qaytarish, ularga qo'l mehnatlarini o'rgatish. Mana issiqxonalarimiz mavjud. Gullay o'stiryapti qizlarimiz, qo'l mehnatlari tikish. Hozir mana juda katta yana ruxsat berildi. Oldin bu narsa yo'q edi, to'g'risini aytishimiz kerak. Loyiha bo'yicha ish olib boryapmiz. Loyiha ishlari bizda hozir loyiha bo'yicha yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz, ularni topshiryapmiz va tikish. 18 ta bizda tikuv mashinkamiz mavjud. Qizlarimizni biz ota-onalaridan so'rayapmiz, o'zlarining qiziqishlarini so'rayapmiz. Oldin nima ishlar qilishgan qizlarimiz? Ro'zg'origa kerakli narsalar tikishyapti, dasturxonlar, salfetkalar, fartuklar. Albatta o'zlari xursand, o'zgarishlar katta. Tahlil qildik, tahlilda o'ta ko'rsatyapti. Hozir dorilarni berishni ham kamaytirdik. Bu ham katta yutug'imiz. Chunki ertalabdan mana adaptiv sport bo'yicha qizlarimiz shug'ullanadi. 4 turdagi sport turimiz bor. Stol tennisimiz, shaxmat, shashka o'ynashadi, voleybol o'ynashadi, mini futbol, stadionlarimiz bor. Mana barcha sharoitlar yaratilgan. Ota-onalar ham kelishadi, xursand bo'lishadi. Lekin mana yaxshi bo'lgan qizlarimizni ham biz onaxonlarimizni ham qaytaryapmiz. Bu ham katta yutug'imiz bugungi kunda. Albatta, hozir mana biz turgan ushbu burchak ham o'ziga xosligi bilan, milliyligi bilan ajralib turibdi. Bu ham bo'lsa, mana shu yerdagi ayollarda milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatni ham yana ham yuksaltirishga menimcha yordam beryapti. Albatta, bu burchakni tashkil qilganimizda hamma xursand bo'ldi. Mana onaxonlarimiz ham kelib, o'zimizning milliy mana xontaxtalarimiz, ko'rpachalarimizni ko'rib turibsiz. Mana shu bizning onaxonlarimiz o'zlari birgalikda kichik tibbiy xodimlar bilan tikishdi. Bu
qurg'oqchilikni o'zlari ishlashdi, ham xotira qaytyapti. Bu ham ular xursand bo'lishyapti, chunki bu uyni bir burchagini islatishadi-da, qilingan ishlarni biz mana o'zimiz ularga motivatsiya beramiz. Kimni qo'l mehnati chiroyli chiqsa, albatta mana shu stendimizga, burchagimizga qo'yamizda, ular o'zlari ko'rsatishadi. Bu meni mehnatim deb xursand bo'lishadi. Markazda tikuvchilik, to'quvchilik, art dizayn kabi kasb-hunar to'garaklari ham tashkil etilgan. Ayollar o'z qiziqishlariga mos hunarlarni o'rganib, vaqtlarini mazmunli o'tkazmoqda. Eng muhimi, bu mashg'ulotlar ularga yangi kasb egallash, o'ziga bo'lgan ishonchni tiklash imkonini yaratmoqda. Hozir ushbu markazdagi mana shunday ajoyib burchaklarni ko'rib, to'g'risi ko'zimiz qonayapti. Bularning barchasi shu yerdagi ayollarimizning qo'l mehnati ekan. Albatta. Biz mana shu Muruvvat uyiga mana shu art terapiya mehnat yo'nalishini ochganmiz. Art terapiya bu psixologiya fanining bir mavzusi, bir fani bo'lib, mana shu art terapiyani bir gul yasash yoki bo'lmasa o'sha papiye mashe deyiladi yoki rasm chizish san'atlarini biz ishxonamizda barpo etganmiz. Qizlarimiz har kuni qiziqish bilan shu art terapiyaga qatnashadi. Mana shu misol uchun qo'g'irchoqlar bo'ladimi, gullar bo'ladimi yoki o'sha munchoqlar yoki mana har xil gips mahsulotidan, smola mahsulotidan har xil chiroyli suvenirlar yasashadi. Ana o'shalarni har kuni o'zlari qo'llar bilan yasab bo'lgandan keyin oxiriga yetib natijasidan juda ham xursand bo'lishadi. Ularni ko'rib biz ham xursand bo'lamiz. Bugungi kunda mana shu art terapiya ularning salomatligini tiklashga juda ham katta yordam beryapti demak. Katta yordam beradi, chunki nafaqat bemorlar, hattoki boshqa insonlar ham mana shu mehnat terapiyasi bilan shug'ullansa, hamma azoblarini, uqubatlarini yoki hayotdagi tashvishlarni unutadilar. Shuning uchun mana shu mehnat terapiyasi juda ham kerak inson. Bugun biz hozir mana shu yerga kelib bildik, aynan ayollarimiz yasagan buyumlar xaridorlar tomonidan ham juda katta qiziqish bilan xarid qilinyapti ekan. Albatta, kelgan mehmonlar hammasi taajjubda juda ham hayron qolishadi. Nahotki buni mana shu qizlar, ayollar yasashdi ekan deyishadi, keyin bizlar ularga yasatib ko'rsatamiz. Kelinglar qizlar, o'rtaga olamizda ularga ko'rsatamiz mehnatlarini. Ular juda ham xursand bo'lishadi. Tumanda faoliyat yuritayotgan kunduzgi parvarish markazlari ham yoshi ulug' insonlar uchun chin ma'noda mehr maskaniga aylangan. Mazkur markazlarda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari, shifokor nazorati, jismoniy faollikni oshirishga qaratilgan mashqlar hamda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar muntazam tashkil etiladi. Bu markazni 2026-yil fevral oyida ochganmiz. Hozirgi kunda 14 nafar fuqaromiz mana shu xizmatdan foydalanib kelmoqda. Ularga hamma shart-sharoitlarimiz bor. 10 kilometrgacha bo'lgan masofadan o'zimiz borib, uylaridan olib kelamiz. Soat 9:00 da mana shu yerda bular o'z faoliyatini boshlaydi. O'zlariga kerakli mashg'ulotlarni o'tab, soat 17:00 da uylariga olib borib, uydagi fuqarolarga topshirib kelamiz. Kun davomida fuqarolarimiz bu yerda yengil mashg'ulotlar ularni nogironligiga qarab belgilanadi, o'zlari xohlagan tartibda o'taladi. Juda ham xursand fuqarolarimiz mana shu faoliyat boshlangandan beri uydagilari ham xursand, ular ishga ketadi, biz ularni uydan olib kelamiz. Fuqarolarning salomatligida albatta ancha o'zgarishlar bor. Uylarida yotib qolishganda bular ko'proq bu yerda mashg'ulotlar o'taymiz. Barmoq mashg'ulotlari, oyoq mashg'ulotlari, elementarniy kichkina mashg'ulotlar o'taladi. O'zlariga foydasi juda ham yaxshi. Sharoitlari yaxshi, mana ertalab davna o'lchayaptilar, dorilarimizni o'qilib beryaptilar. Zerikmaysizmi bu yerda? Yo'q, zerikish yo'q. Sport bilan shug'ullanyapmiz, suhbatlashamiz. Bu yerga kelayotgan nuroniylar tengdoshlari bilan muloqot qiladi. Bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazadi. Turli madaniy va sport tadbirlarida ishtirok etadi. Natijada ularning ruhiy va jismoniy salomatligi mustahkamlanmoqda. Avvalambor mana shunday bizlarni qarilarni siylab, hurmat izzatlab tashkillashtirgan prezidentimizga rahmat. Bizlarni mana shunday ertalab olib keladi, produktlar tayyor. Ertalab bu nonushtalarni ichamiz. Undan keyin kelib mana shu yerdagi mashg'ulotlarni hammasini bajarib,
Qo'limizdan kelgancha harakat qilaveribmiz. Ishqi mana yurmagan oyoqlarimiz sal bo'lsa ham harakatga kelib qoldi. Zerikish yo'q. Kunimiz ishqib qanday o'tganini bilmay qolamiz qizim. Bu markazga 2 oydan beri kelyapman, 2 oy mobaynida. Kelgandan keyin o'zgarishlar juda yaxshi. Chap tarafim yaxshi ishlamas edi. Chap taraflarim yaxshi ishlayapti. Bu yerda qo'l mashqi, boshqa mashqlar bor. O'sha mashqlardan harakatlardan foydalanib yaxshi tarafga o'zgaryapti. Chap tarafim yaxshi. Bu yerda vaqtim juda samarali, mazmunli o'tyapti. Bu yerga ertalab soat 9:00 da kelamiz. Birinchi bo'lib Fisaydida o'tamiz. Keyin nonushtadan qilib bo'lgandan keyin mashq qilamiz. Mashg'ulotxonamiz bor. O'sha mashg'ulotxonamizda mashg'ulotlar qilamiz. Qaysi mashg'ulot sizga ko'proq yoqadi? Menga velotrenajyor, velosiped haydash yoqadi, keyin boyagi toshli yo'lakchalarda yurish yoqadi. Jizzax shahridagi imkoniyati cheklangan bolalar uchun mo'ljallangan kunduzgi parvarish markazi ham zamonaviy talablar asosida faoliyat yuritmoqda. Bu yerda bolalarning sog'lig'ini tiklash, rivojlanishiga ko'maklashish hamda ijtimoiy moslashuvini kuchaytirish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Turli rivojlantiruvchi o'yinlar, logoped, psixolog, reabilitolog mashg'ulotlari bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Eng muhimi esa ota-onalar farzandlarini ishonchli mutaxassislar qo'liga topshirib, o'z mehnat faoliyatini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. 30 dan ortiq bolalar bor. Ertalab bolalarni yaxshi kayfiyatda kutib olish, ularni ko'nglini yanada ko'tarish maqsadida yordam qilamiz. Ota-onalar bilan xursand bo'ladi. Kun davomida bolalarga massajlar o'tamiz, darsliklar o'tamiz. Salomatliklari ancha yaxshi tomonga o'zgarib kelmoqda. Ijtimoiy himoya tizimida fuqarolarni ish bilan ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. 2026-yil davomida dav.ixma.uz platformasi orqali 1679 nafar nogironligi bo'lgan shaxsning bandligi ta'minlandi. Bu yil uchun belgilangan rejaning 56% bajarildi. Jizzax shahri yoshlik mahallasida ham aholining ijtimoiy ko'makka muhtoj qatlamiga kompleks xizmatlar ko'rsatilib, ularning bandligini ta'minlash, daromadini oshirish hamda hayot sifatini yaxshilash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda 5300 dan ortiq aholimiz bo'lib, shundan biz ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan va qolish xavfi bo'lgan oilalar bilan ishlab kelmoqdamiz. Bugungi kunda shunday oilalardan mahallamizda 112 oila ijtimoiy reyestrda turadi. 4 nafar yolg'iz qariya aniqlangan va reyestrga kiritilgan. Bundan tashqari 7 nafar ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan hamda ota-onalari mehnat migratsiyasida bo'lgan bolalar ro'yxatga olingan, ularga vasiy va homiyliklar belgilangan. Men faoliyatim davomida nogironligi bo'lgan oilalar uchun, tazyiq zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz uchun, bundan tashqari kam ta'minlangan oilalarga, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan oilalarga so'rovnomalarni o'tkazib, ularga xizmatlar belgiladim va bunday oilalarga xizmatlar ko'rsatib kelmoqdaman. Bugungi kunda viloyatda o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan 638 nafar fuqaro faol hayotga qadam dasturi asosida 5 turdagi ijtimoiy xizmat bilan qamrab olingan. Xususan, 170 nafar fuqaroga uy sharoitida qarab turish, 14 nafariga kunduzgi qatnov asosida parvarish, 398 nafariga ijtimoiy maishiy yordam, 54 nafariga tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya, 2 nafariga esa maxsus kunduzgi parvarish xizmatlari ko'rsatildi. Hammasidan, boshlig'idan ham, mana uyimga jo'natgan qizlardan ham xursandman. Xudoga qavrab turadi. Zominlarga borib keldi. Toshkent, Samarqandda oyog'im ishlatib bora olmayman. Chunki yuramga mumkin emas uzoq yurish. Uylarni tozalab beradi. Vaqti kelganda ovqat qilolmay qolgan kunimga ovqatimni ham qilib beradi. Hammasidan minnatdorman. Viloyatda ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash ishlari ham izchil davom etmoqda. 2026-yil 1-iyul holatiga ko'ra 7190 ta oilaga qariyb 5 milliard so'm miqdorida manzilli moddiy yordam ajratildi. Mazkur mablag'larning asosiy qismi kiyim-kechak va oziq-ovqat xarajatlarini qoplashga yo'naltirilgan bo'lsa, uy-joylarni ta'mirlash, jarrohlik amaliyotlari, kommunal to'lovlar, ijara xarajatlari hamda boshqa ijtimoiy ehtiyojlarni qoplash uchun ham mablag'lar ajratildi. Bu esa ijtimoiy himoya tizimining faqat nafaqa yoki moddiy yordam bilangina cheklanmasdan, insonning hayotiy muammolarini kompleks hal etishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.
Hozir biz Yoshlik mahallasi Jarbuloq ko'chasidagi 103-uy 5-xonadonda yashovchi nogironligi bo'lgan Said va Ahmad opaning uylariga keldik. Bu oilani men birinchi marta xonadonga tashrif buyurganda bu yerdagi ijtimoiy hamda oilaviy xatarlarni ko'rganman. Ahmad opani o'zi ikkinchi guruh nogironligi bo'lganligi va uning 2 nafar farzandi ham birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lganligi mening e'tiborimni tortgan va bu oilaga ijtimoiy himoyamiz tizimidagi o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lganlar reyestriga kiritib, ijtimoiy assistent yollash xizmatini yo'lga qo'yganmiz. G'allaorol tumanida ham ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash ishlari tizimli yo'lga qo'yilgan. Ijtimoiy xodimlar tomonidan oilalarning ehtiyoji o'rganilib, zarur ijtimoiy xizmatlar manzilli tarzda yetkazib berilmoqda. Bu esa aholining davlatga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlab, inson manfaatlarini ta'minlashga xizmat qilmoqda. G'allaorol tumanidagi eng katta mahallalardan biri bu G'ofur G'ulom mahallasi. Mazkur mahalladagi fuqarolarga ham ko'plab turdagi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib kelinyapti. Bu mahallada qancha fuqarolar bor va ularning necha nafari ijtimoiy reyestrga kiritilgan? Biz G'ofur G'ulom mahallasida 6155 ta aholi yashaydi. O'shandan 2118 ta oila mavjud. O'shandan 116 ta oila ijtimoiy reyestrda turadi. Mana shu ijtimoiy reyestrda turadigan har qanday oilalarga o'sha ijtimoiy reyestrda ko'rsatilgan xizmatlar va yordamlar ko'rsatilib kelinmoqda va mana shu fuqarolarga tushunchalar berilib, amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda hozirgi kungacha. Juda ham yaxshi. Biz bilamizki, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga keyslar ochiladi va mana shu ochilgan keyslar asosida xizmatlar ko'rsatiladi. Asosan qanday turdagi keyslar ochyapsiz bugungi kunda? Endi bugungi kunda asosan shu nogironligi bo'lgan shaxslarga, kam ta'minlangan oilalarga nisbatan keyslar ochib turib, o'shalarga amaliy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz hozirgi kunda. Juda ham yaxshi. Bundan tashqari Yashil uylar dasturi ham yo'lga qo'yildi va aynan mana shu Yashil uylar loyihasi doirasida ko'plab fuqarolarning ta'mirtalab bo'lgan uylari ham ta'mirlab berildi. Aynan siz faoliyat yuritayotgan mahallada nechta oilaga mana shunday xizmat ko'rsatildi? Hozirgi kunda aynan mana shu o'sha xizmat ko'rsatilgan xonadonni yonida turibmiz. Mana namuna ko'chani fuqaromiz Qosimov va Adolat o'zi singlisi bilan birga turadi. Bu singlisi ham birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs hisoblanadi. O'zi ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs hisoblanadi. O'shani uyini yaqinda mana shu davlatimiz tomonidan Yashil uy dasturi asosida ta'mirlab, mana qaytadan topshirib berildi. Demak, hozir aynan mana shu xonadonga kiramiz va bu xonadondagi fuqarolarimiz bilan suhbatlashib, ularning kayfiyatlarini o'rganamiz. Xo'sh, ko'rsatilayotgan xizmatlardan ular qanchalik mamnun? Qani ketdik. Birinchi guruh nogiron singlim bor, 57 yoshda, Down sindromi bolalikdan. Xuddi chaqaloqday, hamma nimasi chaqaloqday. Yotib qolgan hozir ayniqsa. To'g'ri sharoitim yo'q edi. Derazalar, masalan, eshiklar hammasi talabga javob bermaydigan darajada edi. Ichkarida hech qanaqa nogironimga sharoit yo'q edi, to'g'risi. Hozir juda sharoit yaxshi bo'ldi. Avvalo shu prezidentimizga rahmat, shunchalik bizga o'xshaganlarning vaziyatlarini tushunib, shunchalik qarorlar chiqarganiga rahmat. Oshxonamizga mana sharoitlar bo'ldi. Mana bu yerlarimiz umuman juda ochiq edi. To'g'risi, mana bu yerlarni berkitishdi, qishda sovuq, chang to'zon, bu yerlarni qilib berishdi. Hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat aytaman, kattadan katta rahmat aytaman. G'allaorol tumanining Baxt mahallasida og'ir ijtimoiy ahvoldagi oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularning yashash uylari to'liq ta'mirlanib, zamonaviy yashash sharoitlari yaratildi. Ta'mirlash ishlari davomida tom qismi, ichki va tashqi bezaklar, muhandislik kommunikatsiyalari yangilandi. Bu kabi amaliy ishlar fuqarolarning hayot sifati va ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamladi. Bizning Baxt mahallasida 81 ta oila reyestrga kiritilgan. Yashil uy dasturida bizda birinchi guruh nogironligi bo'lgan Qurbonboy va Oltinay opaning uyi remont qilib berildi. Bu oilada 3 ta nogiron turadi. Qurbonboy va Oltinay birinchi guruh nogironi, Qarshi va Qizlarxon qizlari u ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs. Oldin uyning ahvoli o'ta achinarli edi. Devorlari eski, sharoitlari juda og'ir edi. Davlatimiz tomonidan remont qilib berildi. Tez-tez xabar olib turamiz. Homiyliklar qilinganda yordamlar birinchi navbatda shu kishilarga beriladi. E'tirof etish kerakki, manzilli yordamlar, zamonaviy reabilitatsiya markazlari, kunduzgi parvarish maskanlari, bandlik dasturlari
faol hayotga qadam loyihasi hamda ehtiyojmand oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlar minglab insonlarning hayotiga ijobiy o'zgarishlarni olib kirmoqda. Zero, inson qadri ulug'langan jamiyatda mehr-oqibat, birdamlik va ijtimoiy adolat ustuvor bo'ladi. Jizzax viloyatida olib borilayotgan bu ezgu ishlar esa ana shu tamoyillarning amaldagi yorqin ifodasi bo'la oladi.